Endi yana bir mavzu liksimizin devamı hürmetli vatandaşım. Amerika emeldarları Tayvan Amerika'nın bir xatarlığına karşı Hrislağa takabül turuşta taynışkı bulunduğun şerikidir mavzulu haber. 11. ayının 14. günü Amerika Ovası'nın Xitay tili programı ilan kılındı haber. Mındak baştan. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trampning Osiyo ziyarati oxirlashay deganda, prezident Tramp ziyaratining maqsadlaridan biri xalqaro jamiyat bo'libmi Jungoning Chavshanga besim ishlatishini qo'lga keltirishdan iborat edi. Nurg'un tahlilchilar Jungo amaliy harakat orqali prezident Tramp javob qaytaramdi yo'q deb gumon qilishdi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining amaldorlari bo'lsa, Chavshan masalasi Tayvanning Amerika bilan birdek maydon qo'llanganligini muqimlashtirdi. Hamda mundaq dedi, Amerika bexatarlik xirislariga jiddiy taqobil turadigan chog'da Tayvan taynishga bo'ladigan sherik ekanligini isbotlab berdi. Amerika Davlat Mahkamasi Tayvan ishlariga mas'ul moslashtiruvchi amaldor Jim Hiller o'tgan hafta Washingtonda Tayvanlik yurtdoshlarga shafqat yetkazish ziyofati o'tkazib, ziyofatda yo'q qo'rqa gapni qildi. Hiller mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Koreyani ziyorat qilish mazgilida mundaq dedi. Diqqat vatandoshim. Chavshanning yadro sinoqlari, raketa qo'yib berishlari Koreyaning va butun dunyoning bexatarligiga tahdid. Tayvanning Chavshan bilan savdo tijorat bordi keldi munosabatlarini uzib tashlaganligi munosabatni uzib tashlab Chavshanga besim paydo qilganligi xalqaro jamiyatga bir o'lgu tiklab berdi. Mo'sha fikrni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Tramp Koreyada so'zlayotdi. Ya'ni 7-kuni so'zlayotdi. 8-kuni Beijingga ziyoratga bordi. Diqqat vatandoshim, siyosatning nozivligi mana bu yerda. Demak, Tayvan taynishga bo'ladigan Chavshan masalasi dunyoga o'lgu tiklab bergan rayon yoki Tayvan deyotdi. Demak, Beijingga boradigan prezident Trampning so'zi mana siyosatning zilligi, o'tkirligi, keskinligi mana bu shunday yerda chiqadi, hurmatli vatandoshim. Xiller yani mundaq ko'rsatdi. Chavshanning butun dunyoga tahdid solishiga butun dunyo taqobil turadigan harakat qo'llanishi lozim. Bu bizning Tayvan hukumatining bexatarlik komitetining embargo yurgizish talablaridan olqib chiqib, harakat qo'llanib, Chavshan bilan barliq savdo munosabatlarini uzganligi isbotlanadi. Yoki uzganligining bir sababidir. Xiller mundaq ko'rsatdi. Amerika Tayvan munosabatining shunchalik kuchli va shunchalik hayotiy kuchga ega ekanligining sabablari intayin ko'p. Prezident Trump 91-yildan hisoblaganda Osiyoga ziyorat qilgan Amerikaning har qanday prezidentidan ortiq vaqt sarf qilib Osiyoni ziyorat qilgan prezidentlar. Men qiziq nuqtani mundaq bir qatlam ustiga qo'yaman. Amerika jiddiy xirislaga taqobil turishga to'g'ri kelganda Tayvan taynishga, ishonishga bo'ladigan bir sherik ekanligini to'liq isbotladi deydi Xiller apad. Xiller mundaq ko'rsatdi. 2017-yil Tayvan Amerika munosabatida namoyanda xarakterli ishlar yuz berdi. Jumladan yaqinda Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen Houston, San Francisco, Hawaii, Guam qatorliq Amerikaning havo tavalligidan muvaffaqiyatli uchib o'tdi. 6-oyda Amerika Tayvanga 1 milliard 400 million dollarlik harbiy qurol-yarog' sotib berishni taklif 11-oyda Tayvan yer shari bo'yicha Amerikaga chegaradan kirish planiga kirgizilgan davlatlar qatoriga kirdi. Yangi bir yilga nazar tashlasak, oldimizdagi yangi bir yilga nazar tashlasak, ko'rib olishga bo'ladiki, Amerika Tayvan ish boshqarish o'rniga yangi imorat soladi. Amerika Tayvandagi ish boshqarish o'rniga yangi imorat soladi. 2018-yili Amerika Tayvan munosabatida yangi namoyandalar o'tirg'i chiqdi.
Bu namayendeler Amerika-Tayvan münasebetinin sicilligini, Amerika-Tayvan münasebetini yani güçlük, önümlük terakki kıladiganligini görüstük birdi. Oxşaşla Amerikanın Tayvanda kurulgan iş başkuruş ordunun görüşüşte halkara icadiyet hepsinin halkara icadiyet hepsini hatırlaşkın. Amerika şirketçiler başkuruş idaresi halkara sodiş kanının halkara sodiş hanısının muavin yardımcısı Cornelius 13. günden 18. günü geçe Tayvan'ı ziyaret kıldı ve nutuk sözleydi. Avvalida yana qilib qopti bu ishlar. Masalan biz sizlarga Cumhuriyetçiler Partisi'den sobiq muavin prezident Dik Cheneyning Tayvanni ziyorat qilganligini so'zlagan edik. Bugun mushu kunlarda mush leksiyani so'zlayotganda Demokratlar Partisi prezident sobiq prezident Clintonning muavin prezident Al Gore bugun Tayvanni ziyoratda bo'lyapti. Demak 2018-yili nima ishlar bo'lganligini xeylar apandi aytibdi. Endi hozir bo'layotgan ishlarda sobiq muavin prezident Al Gore hozir Tayvanni ziyoratda bo'lyapti. Bugun Tayvan to'g'risidagi xabarlarimiz, leksiyalarimizni bir-biriga moslashtirib, qadamma-qadam tahlil qilib olsanglar, fikrga erishasizlar vatandoshlar.